Kimni ko'rganmiz? Puli bilan ko'milganini. Kimni ko'rganmiz? Mansabi bilan ko'milganligini. Kimni ko'rganmiz? Unvonlari bilan ko'milganligini. Yerni tagiga kelayotganda hamma bir xil kiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, kim qo'rqsa, ertaroq harakat qiladi. Endi kim ertaroq harakat qilsa, albatta manzilga yetadi. Harakatimizni qilib qolaylik, chunki bu qabr bizning asl vatanimiz. Inson bolasi 4 ta bekatdan iborat hayoti deganmiz. Onani qorni, dunyo hayoti, qabr hayoti, oxiratdagi abadiy hayot. Bu onani qornida ixtiyori yo'q edi. Dunyoda ixtiyori bor, qabrga kirganda ixtiyori bo'lmaydi, oxiratda natijani kutasiz, hech qanday ixtiyor yo'q. Biz mana shu ikkinchi hamma narsani hal qiladigan holida turibmiz. Kimga 10 yil qoldi, kimga 5 yil qoldi, kimga qolmadi uni. Seni molingdan Allohga qasamki, senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Qarang, boyni ham, kambag'alni ham bir xil suribga o'raladi.